a bir x plus b y tengsi 1, a2 x plus b2 y tengsi 2. Bu yerda x bilan y noma'loladi va a1 a2 b1 y2 koeffitsiyentlar bo'ladi. S1 bular ozod xat. Demak, mana shu bo'lishda kelgan teoremaga Tenormani sistemasi deyiladi. Tushunarli? Chiziqli tenormani sistemasi deyiladi, chunki noma'lumlarning darajasi nechinchi daraja bo'lyapti? Birinchi daraja bo'lgani uchun. Shuning uchun chiziqli tenormalar bo'ladi. Tushunarli? Sistema deyish sababi, ya'ni tenorma sistema deyish sababi, misol uchun x bilan y ning qiymatini topdik deylik, x 1 ga teng, y imiz 2 ga teng deylik. Mana shu x o'rniga 1 ni qo'yganda, mana bu yerda 1 ni qo'ygan, x o'rniga y o'rniga 2 ni qo'yganda birinchi tenormani qanoatlantirsa, birinchi tenormani qanoatlantirsa va u x o'rniga 1 ni qo'yib, y o'rniga 2 ni qo'yganda ikkinchi tenormani ham qanoatlantirsa, demak bu sistemaning javobi 1 bilan 2 bo'ladi. Tushunarli? Ya'ni bitta javob, ya'ni x bilan y ga berilgan o'sha 1 bilan 2 ikkala tenormani ham qanoatlantirish kerak bo'ladi. Tushunarli? Ikkalasini qanoatlantirish. Agar voyaga 1 bilan 2 miz, misol uchun birinchi tenormani qanoatlantirib, ikkinchi tenormani qanoatlantirmay qolsa, tenorma yechimi emas bo'ladi. Tushunarli? Ya'ni tenorma yechimi yo'q bo'ladi. Agar bir-birini qanoatlantirib qolsa. Tushunarli? Endi tenorma yechimi, ya'ni sistema yechimini ko'ramiz. Ana yechishimiz kerak sistema. Bak, x plus 8 y teng 11, 2x minus y teng 5. Yechishimiz kerak tenorma. Xo'p, sistemani yechish uchun ikkita yo'li bor. Birinchisi bu o'rniga qo'yish usuli, ikkinchisi qo'shib ayirish usuli. O'rniga qo'yish usuli degani bu. Sochma shu teorema yechamiz. O'rniga qo'yish degani bu birinchi, ya'ni ixtiyoriy bitta noma'lumni ikkinchi noma'lum orqali ko'tarib olishimiz kerak bo'ladi. Tushunarli? Ixtiyoriy bitta noma'lumni ikkinchi noma'lum orqali ko'tarib olamiz. Farqi yo'q, qaysi noma'lum? Ikkalasidan bittasini tanlaymiz. Misol uchun mana shu pastdagini tanlasak. Mana men teorema tanlayapman va bundan y ni topaman. Y ni topadigan bo'lsam, y ni bu tarafga o'tkazaman, nima bo'ladi? Plus bo'ladi. 5 ga qo'shish kerak, nima bo'ladi? Minus bo'ladi, to'g'rimi? Shunda y teng bo'lyapti 2x minus 5x. To'g'rimi? Mana bitta noma'lumni ikkinchi noma'lum orqali ko'tarib oladi. Ya'ni y ni x orqali ko'tarib oladi. To'g'rimi? Va mana shu y ni, mana men teoremadan oldimmi, to'g'rimi? Mana shu y ni mana birinchi, ya'ni tanlanmagan teoremaga qo'yamiz. Mana shunga qo'yishimiz kerak. Demak, x plus 8 y o'rniga nima qo'yishimiz kerak? 2x minus 5 emas. Tushunarlimi? Mana y o'rniga mana shuni qo'ydim. Keyinchiga 11 ga. Va mana shu teoremani yechishimiz kerak bo'ldi. Tushunarlimi? Mana shu teoremani yechamiz va nima topishimiz kerak? X topishimiz kerak. Birinchi nima qilaman? Aqsoyishni olishim kerak. To'g'rimi? x plus 8 kare x. X. 8 kare minus 5. Minus 1. Teng 11 ga. To'g'rimi? X ga 16x qo'shsa x teng 40 plus minus 51 bo'ladi. Bunda x topadigan bo'lsak, 51 dan bo'shimiz kerak necha bo'ladi? 3 bo'ladi. Mana biz birinchi nomani topdik. Ya'ni x ni 3 ga teng ekan. Tushunarli? Va mana shu topilgan x ni borib mana temadagi bo'yi belgilangan joyga o'shaga olib qo'yamiz. Tushunarli? Demak, x nomini mana bunday qo'yadigan bo'lsa, 2 topilgan. Shuni x nomiga nechta bo'lishi kerak? 3 ni qo'yishim kerak. Shunda 3 minus 5 teng 2 kere 3 6. Bir narsa, 5 narsa 1. Demak, x qiymati 3 ga teng, y nima deyishim ekan? 1 ga teng. Mana. Yana yozishga kiradigan bo'lsak, sistemani yozishi ko'pincha mana yozilmaydi. Ya'ni javoblarda variantlarda x teng 3, y teng 1 deb yozilmaydi. Ya'ni koordinata bo'lishi yoziladi. Misol uchun 3 va 1 bo'lishi bu bo'lmas, bu tutaveradi. Birinchi x yoziladi, keyin y yoziladi. Tushunarli? Xuddi shu misolni ikkinchi usuldan yechamiz. Nima dedik? Qo'shish va ayirish usuli dedik, to'g'rimi? Xo'p, qo'shish va ayirish usulida mana shu ikkita tenglamadan ixtiyoriy bitta nomani tanlab olamiz. Farqi yo'q, qaysi x qolsa y. Qaysi biri? X mana shu tanlagan x'imizni yana yo'qotib olishimiz kerak. Tushunarli? Yo'qotish uchun, ya'ni mana shu oldida koeffitsiyentlar bor-ku. Mana bu yerda x turibdi, to'g'rimi? Koeffitsiyenti 1 ga teng.
Bu yerda 2x turibdi, koeffitsient 2 ga teng. To'g'rimi? Ikkalasini bitta koeffitsiyentga olib kelishimiz kerak. Koeffitsiyentni ikkalasini teng qilishimiz kerak, ya'ni bu yerda 2x o'tiribdimi? O'shani 1 ga keltirishimiz kerak yoki buni 2 ga olib kelishimiz kerak. 1 ga olib keladigan misol kasrlashishga to'g'ri kelib qoladi. Misol uchun mana buni 2 ga olib kelamiz. Ya'ni ikkinchi koeffitsiyentga olib kelishimiz kerak. Buning uchun mana bunga nechini ko'paytirishimiz kerak? 2 ni. 2 ni x o'zini ko'paytirib qo'ya olmaymiz. O'shaning uchun boyaga nima qoida bor edi. Tenglamani ikkala tomonini 0 dan tashqari har qanday ko'paytirish va bo'lish mumkin degan. Tenglamada bormi shunday qoida? Demak, mana shu tenglamani 2 ga ko'paytiraman. Har birini 2 ga ko'paytirishim kerak. X ni 2 ga ko'paytirsak 2x plus 8y ni 2 ga ko'paytiraman. 16y teng bu 22. Buni esa o'zgartirmasdan o'zini yozaman. Minus y teng 5. Tushunarli? Demak, nima qilarkanmiz? Tenglamadan ikkalasidan ixtiyoriy bitta nomani tanlaymiz, x yoki y va o'sha tanlaganimizni koeffitsiyentni bitta koeffitsiyentga olib kelishimiz kerak, ya'ni bir xil koeffitsiyentga. 2 ga. Tushunarli? Olib keldikmi? Olib keldik. Endi va qo'shish va ayirish usuli degan nima? Tagini chizamiz. Bu tanlagan noma'lumimiz, ya'ni x-midi oldagi ishorasiga qaraymiz. Ishorasi qanaqa bu yerda? Plus. Bundachi? Plus bo'lyapti yana. Ya'ni ikkalasi ham plus bo'lyapti, to'g'rimi? Tanlagan noma'lumning oldidagi ishoralar plus bo'ladigan bo'lsa, ikkala tenglamani bir-biridan ayiramiz. Tushunarli? Tepa-pastni ayiramiz. Xohlaganlar, xohlasa pastdan tepani ayirasizlar yoki tepadan pastni ayiramiz. U o'zlarining ixtiyoringlar. Tushunarli? 2x ni ayiramiz 2x ni. 2x ni ayirsak 0. 16y dan ayiramiz minus y ni. Plus 17 bo'lib ketadi, to'g'rimi? Ishorani ham hisobga olishimiz kerak. Chunki mana bu minus bilan bu minus ikkalasi plus bo'lib ketadi, ikkalasi qo'shib ketib 17y ni beradi, to'g'rimi? Teng 22 dan ayiramiz 5 ni 17. Mana. Bundan y topadigan bo'lsak, y nechiga teng? 1 ga teng bo'ladi. Mana, y topdik. Tushunarli? Endi mana shu topilgan y ni mana shu 4 ta tenglama chiqdi-yu, to'g'rimi? Buni 3 ta. Bu bor, bu bor, bu bor. To'g'rimi? Ixtiyoriy bittasiga qo'yamiz. Mana shu y ni qiymatini topdik-ku 1 ga. Misol uchun bunga qo'yadigan bo'lsak, mana kichikroq qo'ysak tezroq topishga bo'ladi shunday. Tushunarli? Minus y ni o'rniga nechini qo'yamiz? 1 ni. Teng 5 ga. 2x teng 1 bu yoqqa plus bo'lib ketsa 6, x nechiga? 3 ga. Boya javob chiqdimi? 3 bilan 1. Mana farqni yozamiz. Bunisi x yozamiz, keyin y ni yozamiz. Endi buni tepada yozish shart emas. Tushunarli qo'shish va ayirish? Demak, ishorasi bir xil bo'lsa ayirishimiz kerak. Agar ishora, misol uchun bunda plus bo'lib, bunda minus bo'lib qoladigan bo'lsa, ikkalasini qo'shishimiz kerak. Chunki bir-biriga qarama-qarshi bo'lib qo'shib olsak, yerib ketadi, 0 ga teng bo'lib qoladi. Tushunarli? To'g'ri, nima qilishimiz kerak ekan? Bitta takrorlash qilamiz. Ikkita tenglamadan bitta nomani tanlaymiz. X ni yoki y ni, farqi yo'q. Va tanlagan noma'lumni oldidagi koeffitsiyentlarni bir xil koeffitsiyentga olib kelishimiz kerak. Biz holatimizda hozir x tanladik, to'g'rimi? X tanladik, ikkalasini bitta koeffitsiyentga olib kelamiz. Buni 1 ga keltirish uchun, misol uchun bu yerda 1 ku, to'g'rimi? Buni 1 ga keltiradigan bo'lsak, bu tenglamani 2 ga bo'lishimiz kerak bo'ladi, to'g'rimi? Chunki 2x ni 1 ga keltirish uchun 2 ga bo'lishimiz kerak. 2 y taqsim 2, 5 taqsim 2 bo'lib qoladi. Ya'ni kasrlanishga to'g'ri kelib qoladi. O'shaning uchun ishimizni, ya'ni qiyinlashtirmasdan mana shuni 2 ga ko'paytirganimiz yaxshiroq bo'ladi. Tushunarli? Demak, har birini 2 ga ko'taramiz. Bu 2 ga qatdan oldik? O'sha qoidadan, ya'ni tenglamaning ikkita tomonini 0 dan tashqari har qanday ko'paytirish bo'lishi mumkin. Va 2 ga ko'paytiramiz. 2 ga ko'paytiramiz x ga 2x, 2 ga ko'paytiramiz 8 ga 16y, 2 ga ko'paytirsak 11 ga 22. Va mana shu tenglamani o'zini shunday ko'rsatib qo'yamiz mana. Endi 2x bir xil bo'ldimi xlarimiz? Bir xil bo'ldi koeffitsiyentlari. Endi ishorasiga qaraymiz. Ikkalasi ham plus ishora bo'ladi, ya'ni musbat ishora bo'lyapti. Ishorasi bir xil bo'ladigan bo'lsa, ayirishimiz kerak. Ishorasi agar har xil bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bu plus, bu minus bo'ladigan bo'lsa, qo'shamiz. Ishorasi bir xil bo'lsa, ayiramiz. Ishorasi har xil bo'lsa, qo'shamiz. Bo'ldi, mana shu narsa bo'lishi kerak bo'ldi. Plus bo'lsa, ayiramiz. Minus bo'lsa ham ayiramiz. Tushunarli oldagi ishora. Agar bu plus, bu minus bo'ladigan bo'lsa, qo'shamiz. Bu minus, bu plus bo'ladigan bo'lsa ham qo'shishimiz kerak bo'ladi.